Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlardan bitta iltimosim bor. Mana shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada, opsiyonida silkasini qoldiraman. Juda zo'r ukajonimiz mana Abdulazizbek indutkalar bo'yicha mutaxassis, juda bir chiroyli videolar qilib boryaptilar. Sizlarga maslahat beraman. 1000 tadan oshiraylik obunachilarni. Shuhratbekdan keldik deb kommentariyada yozib qo'yasizlar, o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar. Bular o'zimizning parrandalar. Bularni endi tomosha uchun videoga qo'yyapman aziz do'stlar. Xullas bular sotuvda bor edi. Xabarlaringiz bo'lsa, ular уже nima deydi, egalar topdi, sotildi, olib ketishadi. Shuning uchun narxlarni ham o'sha yoshlari 700 mingdan, kattalari 850 mana 1 milliondan o'tadi. Mana katta xo'rozi. Xudo xolasa bularning hammasini klienti bor, olingan, zaynat bo'lgan bular. Endi tomoshaga qo'yamiz. Mana shu ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ko'p kishi telefon qilib so'raydi bularni. Biroz 700-800 larni ko'paytirsa bo'ladimi deb. Bo'ladi albatta. Mana xo'rozlarning vesi hozir 15 kilodan nari chiqadi, katta xo'roziniki. Makonlari 10 kilodan ziyod. Bular semirtiradigan yem berilgan yo'q. Ko'ryapsizlar, o'sha baliqni otqotlarini pishirib, bug'doyni maydasi, makka jo'xori maydasini aralashtirib po'choqlarni beryapman. Maza qilib yeyapti. Mana effekti juda yaxshi. Tovuqlarimiz ham tuxum tug'ish ko'paydi. Hozir juda effekti yaxshi. Endi pishirib berishimiz sababi baliq xonalarda baliq o'sha Qarshi shahridan keltirtiraman. Ular bir kun yig'ib qo'yadi. Shuning uchun ozroq hidlanadi. Shuning uchun ozgina qovur yuboraman. Ozroqgina tuz sepib, o'sha hidini ketkizish uchun. Buni xomla ham berib ko'rdim, yemadi bular. O'rdaklar ham yemadi даже. Bilmadim, endi o'rgatish kerakmi, может быть. Bularni mana shu Abdulazizbekdan olganman. Juda bir zoti yaxshi indutkalar ekan. Mana katta-katta bo'lib ketdi. Bularni endi oldin ham indutka boqqanman. Bunda qoni yaxshi bo'lmaganmi, kichkina edi ular. Bular yirik bo'lib ketyapti. Ham hozir Xudoga shukr, o'sha yeyishlari ham yaxshi. Bularni endi nasib Xudo xolasa ko'paytiramiz. Endi Surxondaryodan ham keladi. Mana induklarimiz, biroz 700-800 larimiz ikkitasi Surxondaryoga ketadi. Yosh xo'rozlari. Qolganlari o'zimizga bor oladiganlar, shuni Xudo xolasa sotamiz. Mana bular Surxondaryoga ketadi xo'rozlari. Zot almashtirishga. Mana bu indutkalarimizni endi o'sha Surxondaryodan keladigan indutkalar bor, oq indutkalar. Ularni ham Xudo xolasa kelsa akamizga nima qilsak ko'paytiramiz bularni. Xo'p, kelsalar Xudo xolasa bu yil ko'paytirish niyatim bor. Meni ham shu Abdulaziz ukamizdek Xudo xolasa videolarni hammasini ko'raman. Juda ma'noli, juda bir menga ma'qul, kibr yo'q, bir juda bir aqlli yigit, yaxshi videoroliklar qiladi. Mana mol bozorlarni, o'sha parranda bozorlarini ko'rsatadi. Yosh blogerlardan Xudo xolasa mana shu bizning obunachilar iloji boricha mana Shuhrat Fermer Telegram gruppiga ham tashlayman videolarini. O'zini videolarini o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Meni o'zimni kanalimga ham kommentariyaga silkasini qoldiraman. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Faqat poddershka qilamiz aziz do'stlar. Mushuk ham ushlayman dedim, qochib ketdi kecha. Boqmoqchi edim. Endi qo'shnilar mushugi men kelaman, baliq suyaklarini yegani. Mana shu qora tovuqchani oldin ham aytganman. O'sha tovuq boqishga ham juda qiziqaman. Juda yaxshi ko'raman boqishni. O'sha qora shahzodalarimiz, nimalarimiz bor. Mana bular o'sha baliqni yegandan keyin bo'kib qoldi bular. Suv ichyapti, faqat dam olyapti. Semirishga ham yaxshi. Mosh tuxumga kirib ketar bronzalarimiz. Tuxumga kirsa yaxshi bo'lardi.
turibman. Mana bu mana indutkalarimiz. Xullas shunaqa gaplar. Iltimosim shu biznesdan havasdan biznesgacha kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bronzani haqiqiy bronza tozaligini Surxondaryoga ketadi bu. Xudo xolasa. Juda chiroyli o'syapti. Balkilar чисто amerikanskiy bular. O'sha amerikanskiy induklarni boyagi genidan olib gibridlashtirilib böyle yaratilgan sun'iy. Mana indutkachalarimiz ham bu yil Xudo xolasa duo qilib turinglar, ko'paysin. Mana qora boshladi shular. Ozgina oqlari bor, hech narsa qilmaydi. Zato qoni toza, katta bo'ladi. O'sha yaxshi ham YouTube'dan ukamizni ko'rib tanib qolganman. Qashqadaryodan, Qarshi shahridan. Biz shu Qarshi shahriga yaqin turamiz biz ham. Shu telefonlashib bir og'iz aytganimda bo'ldi akajon deb jo'natib yuborgan. Boqdim, o'sha optim ochdi, o'sha kattalarni boqdim, o'sha vitaminni bera olmadim. Kipay berishni tavsiya qilmayman. Men o'zi oldin absolut kipay ishlatmasdim. Bir opamiz faqat kipay beraygan, shu kipay bersa yaxshi bo'ladi, ekan ham bo'ladi deganmiz. Shu charchatib tashlaganda kipay. Mana jaydarlarni ko'rib o'tdingiz hozir. Juda bir chiroyli o'syapti. Chunki o'sha ozuqasi kuchli bo'lsa, yemi kuchli bo'lsa, parranda yaxshi katta bo'ladi. Ular endi men baliqni ko'p beraverdim, me'dasiga urib qoldi. Endi 1-2 kun, 3 kun bermay don berib turaman. O'sha don yeyishga ham hojat qolmayapti ular hozir. O'tlaydi, to'liq tashqariga chiqyapti. Kechagi videolarda ham qo'yib o'tdim, kataylarni tozalab, endi ozgina dan kasallik ham tutyapti. O'sha oqratishim kerak, ishlarini bir chiroyli qilib tozalab, hamma joyini